Tarixda yoziladi qatorlarim mani tun yarmidan o'tganida. Muzlagan bu yurakni eritishga urinaman befoyda axir bu oy. Quyoshga alishganman ishonim bu nurlariga onajon. Bu shahardan ko'p narsa so'ramadim, shunchaki sevgi bilan bir yaqin do'st izlagandim. Sevganim oy bo'ldi zarracha sig'i yo'q. Men izlagan mehr nega men sevgan qizda yo'q. Do'stlarim sotib ketdi mendan foyda topsa bo'ldi. Ko'chadan chiqsam qaytib meni ortimga tortadi. Nega bu odamlar shafqat eshigini yopadi, yordam bermagani yetmay hatto tinch qo'yishmaydi. Otajon aytgan gapingiz haq ekan sinab ko'rdim. Siz alda deganingiz menchi rostdan sinib ko'rdim. Bir vaqtlar yordamimda tikka turgan oyoqlar ustimdan kulib ketdi bugun meni tepkilar. Allohning sinovi bilan shernovi yurishmasa, hattoki eshik kelib o'qilishni o'rgatarkan. Kim aslida do'st, kimlar aslida maddohligini yiqilganda tepkilagan oyoqlar ko'rsatarkan. Men bugun yiqilsam-da erta turaman, lekin ishoning onajon farzandsiz to'xtab qolmaydi. Men uchun o'yin bari qancha meni sotishsa ham va'da beraman ota. O'g'lingiz yiqilib qolmaydi, dam-badam chekaman har qadam, ko'raman har safar xiyonat har safar. Bu gal oxirgisi aytaman, har safar yiqilganda ham o'g'im ko'payadi. Yana oyoqqa turganda yiqilish men uchun unchalik qo'rqinchli emas. Yangi do'st topishdan fobiya paydo bo'lganman. Hatto asosiy odamga do'st qiyofasida kelgan sotqin do'st va xiyonatkor yordam panoh qiladim. Erkinni yiqilishmas g'urursizlik sindirarkan, g'ururni ayoldagi hech kimsa sindir olmas ekan. Turganim etgani tilim bormaydi prosta, uylanganni ham qo'rqib kuzataman men shokda. Bu zamon boshqacha ota yaxshidan yomon ko'p, do'stlarni sodig'idan ko'rolmaydigani ko'p. Uyda ota-onam ko'chada karmonda pulim do'st ekan, yaxshimi yomonmi jigarim deb bo'lolmas ekan.